Maqsad arkadaşlar, bugünkü hikayemiz Ahmaq Padişah. O'tgan zamanda bir ahmaq padişah bo'lgan ekan. Ahmaqligidan fuqarosiga haddi hisobsiz zulm qilar ekan. Kishilar uning zulmidan qo'rqib, nima buyursa shuni qilar ekan. Kunlarning birida bir padişah bir odamga yo'liqib, "Sen nima qildigan odam?" deb so'rabdi. U odam qo'rqib ketib, "Men tog' ko'taradigan odam" deb javob beribdi. Undaq bo'lsa, ordining oldidagi tog'ni yo'tga, debdi padişah. "Ma'qul", debdi u odam. "Sana nima lozim?" deb so'rabdi padişah. "Menga hech narsa lozim emas", debdi u odam. "Faqat yiliga bir qitim tog' ko'tiraman. Shungacha yetgudek kiyim-kechak, yemak-ichmak yetkazib bersizlar bo'ladi. Nemisan, shuni kiysan ixtiyor o'zingda. Ordidan yetkazib beradi", debdi padişah. U odam shunda qilib bir yil padişahning kiyimlarini kiyib, tamoqlarini yeb yuribdi. Yil to'shqandan keyin padişah butun yurtni oldi atiga chaqirib, "Hozir tog'ni ko'taradigan botirning kuchini ko'ringlar", debdi. Yurt ahli ko'z tikibdi. Padişah botirga, "Qani, tog'ni ko'tar", debdigan hiyliq odam tog'ning bag'riga yugurib berib, taqqa dumbisini yelib turibdi. "Ko'tar", debdi padişah yana. Hiyliq odam, "Sizlar boshliq hammaylar kelib tog'ni dumbamga ilib qo'yinglar, ondan keyin ko'taray", debdi. "Biz qandoq yo'laymiz?" debdi padişah. "Sizlar to'plashib yo'lalmagan tog'ni men yolg'iz qandoq ko'tiraman?" debdi hiyliq odam. Yurt oldida padişah lat bo'pti. Uyg'ur xalq cho'jaklari